Salom barchaga. Bugun biz ikkita so'z orasidagi farqni ko'ramiz. Deny va refuse. Bir qaraganda ikkalasi o'xshash, chunki bu ham bosh tortmoq, bu ham bosh tortmoq, ya'ni qilmayman deyish. Lekin farqi bor. Birinchi farqi, hamma biladigan farq, ing va to. Deny bilan ing keladi, refuse bilan esa to keladi. Lekin ikkinchi farqini misolda ko'ramiz. Aziz denied breaking the window. Aziz derazani sindirganligidan bosh tortdi. Deraza singan, tugallangan ish, o'tmish, yo'q, men sindirganim yo'q deb bosh tortgan. Ikkinchi misol. Sevinch refused to sleep. Sevinchga aytyapmiz, uxla, Sevinch esa yo'q, uxlamayman dedi. Demak, endi qilishi kerak bo'lgan ishdan bosh tortyapti. Demak, refuse bu kelajakdagi ishni qilmayman deyish. Deny bo'lsa, qilib qo'ygan ishini men qilmadim deb tan olmaslik. Asosiy farqi shu. Endi navbat sizga deny va refuse dan foydalanib misollar tuzib kommentda qoldiring.